Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi o'rgimizda yurgan shaharimizda Dorital Urdu universiteti Sholqamatga yaqin yerda 7 qavatli binoning 6-qavatida bir xona 2 xona qilingan 52 kvadrat metrda yangi domimiz bilan tanish bilamiz. Remontdan chiqqan ichki jihozlar bilan. Podizlar ham akkurat ko'rib turgansiz, muromar qilingan. Bu yerda lift joyi. Liftdan chiqqandan to'g'ridagi xonadonimiz bo'ladi. Ishlangan mustahkam sifatli ishlardan qo'yilgan. Kuvvetli işlerden bismillah giremiz girgenden giyin koridor joyi işlerimiz hammasi oppoq MDF işlerden koronanlar işleri bor, bir de rakonelar qo'yilgan, kafellar ham qilingan, aboylar mo'yishchi aboylardan. Hazır. Gilamlar ham döşergen, bir de холодильник, kirmashilla avtomat, gaz plita, vishya, kuxinni mebellar hammasi taq holatida. Hurmatli vatandoshlar, bir de fartuqlar ham qilingan, gaz to'shak gelgan. Oyoqlar laminat pol. Atapleniyasi ishlab turibdi, toza joy. Mesela bir de spalnisi. Bu tarafimizda zal qismi, sanuzellar joylashgan. Bir yandan kuzatib boramiz. Bir xonani 2 xona qilib qo'ydilar. 52 kvadrat metr joylashgan ekan. Shuning uchun 2 xona qilib berganlar. Bu yerda elektrik avtomatlari joylashgan. Sanuzelimiz polli kafildan chiqib turibdi. Akkuratni. Vannasi bu yerda unitazi, arisollar qo'yilgan. Bu yerda rakovina ham qo'yib bersangiz bo'ladi. Kichkina bir ixcham bo'lsinlar, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda suv shilkasi ham bor. Xonadonimiz 100% tayyor, gelip yaşash kerak. Zo'r mesada Urdu universitetida o'qib yurgan farzandlaringiz bo'lsa, sizlar shuni olib bersangizlar bir 5 minutda bor, 5 minutda kelib yuradilar. Transport ham shart emas. Zo'r mesada. Narx ham ajoyib. Jihozlar bilan tayyor, kelib faqat bir yashash kerak. Kiyim-kechak pasoda bilan kelib yashayveradilar. Hurmatli vatandoshlar. Birimiz zal qismimiz bo'ladi. 4,5 metr kattalikda tushgan zalimiz enli, kichkina emas. Bu yerda televizor zonasi, yurtgan sinkrashterlari o'rnatilgan. Televizorni pastda turibdizlar. Bir o'rnatib bersa bo'ldi. Gazeta joyi qo'yilgan. Patolog qismi esa ko'rib turgansizlar, o'rtalam matvi haq natijoy, lyustrasi bor, chetlari gipsakardon qilingan. Galagellari bor. Oynalari korishning sifatli ramodan qo'yganlar. Registrlar ham o'rnatilgan. Gaz, svet, suv, transportlarda umuman muammo yo'q. Transportlarga keladigan bo'lsak, transportlar 13 o'tib turibdi. 28 deysizmi, 7 deysizmi, 19 deysizmi, 5 hammasi o'tadi. Transportda umuman problema yo'q, hurmatli vatandoshlar. Birimiz esa oshxona shunday joylashtirilgan. Xonadonlari, bu yerda kirmashillari, yo'lto'nasi 6 kilolik gaz plitalar ajoyibidan birisi. To'qta ishi daxili, uchisi gazda. Vishya joylari bor. İşlerim o'rnatilgan. İşlerim sifatli, yine işlerden 8likdan qo'yilgan. 6 svet palasalar tashalgan. Birimiz 3.30 ga 3.5 kattalikda ajoyib spalni, yine aboydan chiqqan mo'yishchi aboy, patolog esa natijoy, lyustra bor. Duxkontiniy atapleniyasini egasi. Zifir firmaniki. Bir de yine stabilizatorlari, gaz cho'chklari ham qo'yilgan. Bu tarafimizda balkon qismining, balkonda balasinalar bor. Chiqib bir yozni ko'rinib olib, yukarıdan yurtumuzu tomosha qilib tursangizlar ham bo'ladi. Ajoyib mesta положениясына gap so'z bo'lishi mumkin. Sholqamatalar, Center bozor, bu yerda avvalgi transport kollej, hozirgi yuridik texnikumi. Hurmatli vatandoshlar. Mesta положениясына gap so'z bo'lishi mumkin emas. 52 kvadrat metrda joylashgan ishining bir xona 2 xona qilingan kvartira bilan tanishib o'tdik. Pryamoy mulkiyasini yandan olib kelamiz, o'zlari bilan savdosini qilaverasizlar. Dokument tayyor qilavni. Gaz va suv bor, lift bor, ishlab turibdizlar. Bog'cha maktab yoki Urdu universitetidan bir adım, Dehqon bozor deysizmi, Raycenter bozor, Dorital hammasidan bir adım. Olimpiya stadion, Dehqon supermarketidan yaqin atrofda joylashgan. Shuning ajoyib 2 xona kvartira bilan tanishib o'tdik. Hurmatli vatandoshlar. Ekranda sizlar uchun nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanallarimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, videolarimizni like bosib ko'rishingizdan chiqmadi. Hammasi sog'lik, salomatlik tilimiz keng yo'l ila yaxshi kayfiyatda görüşguncha sog' omon bo'linglar.